skuter olaman degan obunachilarim uchun, xo'p, hozirgi kunda Ramazon oyiga juda ham katta aksiyalar qo'yishgan. Hozirgi kunda biz skuter o'zi yetib keldik do'sa, undan tashqari skuter olaman deganlar uchun narxlar $250 dan boshlab yuqorilab ketaveradi. Bularga prava kerakmi deganlar uchun prava kerakli varianti ham bor, pravasiz variantlari ham bor do'sa, bemalol aloqa qilgan bo'lsa, xohlagan turlarini tanlab berishaveradi. Undan tashqari hoji otalarimiz uchun yoki kattalarimiz uchun bemalol mana shunaqalar olib beradigan bo'lsa, to'y g'ildirayli bo'ladi. Masjidlar yoki bo'lmasa bozorlarga nevaralarni olib bemalol aylantirib olib kelgani, narxlari bularniki $1050 dan qilib berishyapti hozirgi kunda narxi. Benzinlilari ham bormi deganlar uchun mana sizlarga benzinli variantlari, bular narxi esa $930 dan boshlab turib $950, $1000 holatiga qarab turib ketaveradi. Mana shu modelimiz tank modelimiz bilan yangilangan versiyasi hisoblanadi do'stlar. Oldin adresovkalar ko'rinishi anchagina anaqa bo'lgan. Hop, rasodga keladigan bo'lsa 100 litrga 3 yoki bo'lmasa 3,5 litrgacha rasod qiladi. Eng qimmati esa $3000 gacha bo'ladi. Buni maksimum tezisi 180 gacha chiqaveradi. Rasodga keladigan bo'lsa 6 dan 7 gacha rasod qiladi. Buni narxi esa $3000 bo'lyapti. Undan tashqarida esa do'stlar $530 dan mana shunaqangi 3 g'ildiraklarimiz yangilangan versiyasi ham bor do'stlar. Kimga mana shunaqangi optim narxlarda skuterlardan kerak bo'lgan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Soqqani boshqalarni oldim degan bo'lsa chiroyli narxlarda kelishgan holatda qilib berishadi. Aytib o'tgandek $250 dan boshlab ag'i yuqorilab ketaveradi. Muraviylarimiz ham bor. Muraviylarimiz narxi kelgan bo'lsa $900 dan boshlab turib ag'i yuqorilab ketaveradi. Kimga mana shunaqangi muraviylardan yoki bo'lmasa skuterlardan kerak bo'ladigan bo'lsa elektron deysizlarmi, benzinli deysizlarmi, xohlaganlarni bemalol berishaveradi. Pastda nom bilan qoldirasiz. Pastda profil yo'qda bo'lmasa yoki nomeriga aloqa qilib soqqani bosganlarni oldim chiroyli narxlarda kelishilgan holatda qilib berishadi.